Xo'p, assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Hozir men Andijonda iz bosgan Paytuq degan joydaman. Paytuqda. Endi menga tosh shuvoq ustalari aloqaga chiqqan. Aka, reklama qilishimiz kerak. O'sha o'zingiz tarafga ham xudo xolasa chiroyli xizmatlar qilib beramiz degan, lekin men o'yladim, to'g'risi bunaqa ish deb o'ylamadim-da. Sabab ishni qaranglar, kачествоni qaranglar. Hozir polni telefonni nari tarafini o'tkazib olib syomka qilib beraman sizlarga. Polni narx-navolari qanaqa bo'lyapti. Keyin bizda Qo'rg'ontepada o'zimizda ko'pida yog'och qistirib ketadi, bu yerda shisha qo'yar ekan. Keyin ishni tekizligiga qoyil qoldim, o'zim qoyil qoldim. Albatta polni video qilib beraman, boshdan oxirigacha necha pul, qanaqa ketyapti, qanaqa ma'lumotlar, qanaqa mahsulotlar kerak bo'ladi, hammasini sizlarga podrobnostda boshdan oxirigacha aytib beraman. Xudo xolasa videomizga bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab ustalarga jo'natib tursanglar, xudo xolasa bunaqa kerakli ma'lumotlarni zo'r qilib chiqarib beraveraman. Boshladik unda. Qani bismillah deb boshladik unda. Uyimiz ichkariga kirmadim, tashqaridan qaraganda lestisidan chiqqanda 2 etaj uy ekan. Mana ko'ryapsizlar, 2 etaj oldida alohida chiqqan ekan o'zi, chotki yo'l. Hozir bu aylanasiga polni shuvoq bo'lgan. O'sha tagidan tepagacha chiqqan. Usta hormanglar. Jaydara chaqib chiroyli qilib video qilamiz. Assalomu alaykum. Usta o'zingiz aka, men aytdim, biz tarafda ham bu ishlarni qilyapti. Qashqadaryolik akalarda. Siz ham Qashqadaryodan ekansiz aka? Qashqadaryodan ekansiz. Mana hozir iz bosgandamiz. Iz bosgan Paytuq dedingiz-a. Bu 2 etajmi, 3 etajmi aka? Tomi bilan 3 etaj, podvali bor. Tomi bilan 3 etaj. Xo'p, ikki tarafdan kirilgan. Qisqasi ishni ko'rdim aka, ko'z tegmasin. Endi paxta qo'yish emas, boshqa qilish emas. Mana bu narsani so'radim-ku kelib, aka, nima? Bu bizda mashinasiga yog'och qo'yib ketilgan ko'p joyda. Shisha aka bu. Shisha qo'yiladi. Chiramaydi ham, zanglamaydi ham, kimsan qilmaydi, boshqa qilmaydi. Boshqa 50 yil turadigan bo'lsa 50 yildan turaveradi-da bu. Shisha mana shu razmerda tekis qo'yilgan-a. Hozir aylanasiga ko'rib chiqdim, bittanaqa joyi yo'qda. Keyin endi rangda har xil qila olsanglar kerak-a. Rangini qizig'i yo'qdir. Xolasa oq bilan qora bor. Endi qizilda ham kombinatsiyalar qilib beramiz. Soqillarda ayrim joylarda bo'lishi mumkin. Qizil tosh kelib qolsa, bo'lib qoladigan bo'lsa. Sizlarda patologi bor, katalogimda aytganda rasm tashlab berasiz. Bor, ko'p bizda. Xohlagan qozonlarda bor. Xizmat ketaveradimi biz taraflarga ham bo'larasizmi? Xonovoz, Qo'rg'ontepa, Dardaq ketaverasizmi? Xudo xolasa 100 kvadratdan oshiq joy bo'ladigan bo'lsa boraveramiz aka. 100 kvadratdan kam bo'lsa bora olmaymiz. 100 kvadratdan oshiq bo'lsa bora olamiz. Endi 60, 70, 80, 90larga borib bo'lmaydi aka. Kichkina ishlarga. Aka, endi hamma qiziqqan narsada buni guliga qarab o'zgaradimi, nimasi o'zgarmaydimi pullari, kvadratlari? Undan ham zo'r fasonlari ham bor. Bu bachkana vaqt ushlaydigan, qo'l ushlaydigan fasonlar ham bor. O'zgaradi, kelishamiz egasi bilan. Bu ham shishada bo'laveradi. Biz taxta reka endi qo'ymay qo'ydik buni. Oldin qo'yilgan. Oldin qo'yilgan, chirib ketadi, tushib ketadi. Kraskasi o'chib ketadi uni, kraskalangan prosta. Vaqtinchalik 5 yil, 10 yilga borishi mumkin. 10 yilga ham bormaydi o'zi pashti. Nech puldan, nech pulgacha aka? Eng kerakli joyi. Qumsoq bo'lmagan joylarga 170 ming bo'ladi. Uydagi asli qumsoqqa ketadigan mahsulotlarni hammasini olib boraveradi-da. Qum suvog'i yo'q. Endi demoqsiz, loy shuvoqmi endi u? Loy shuvoq bo'lgan joy bo'lsa, joylarga, g'ishtli joylarga, masalan, shilaga bo'ladi, pina bo'ladi, shunaqa joylarga 170 mingdan bo'ladi. 170 mingdan qum suvog'i. Shuni ichidanmi endi yo 170 ming qilib berasiz, ichidanmi mahsulot? Mahsulot olib berish kerak. Yo'q, biz qum suvog'i mahsulotini olib beramiz. Qum suvoqqa nima ketsa olib beraveradi. O'zimiz olib kelamiz. Toshi, sementi, mana shishasi, bo'lgan narsasi hammasi o'zimiz olib kelamiz. Agarda qum suvoq bo'lgan joylar bo'ladi. Tayyor bo'lsa, tayyor bo'ladigan bo'lsa, sementovoy shuvoqlar bo'lsa, tayyor bo'lsa, 135 mingdan mahsulot ustaq ichida bo'ladi. 35 ming, boyagi 170 ming bo'lyapti-ku. 35 ming qum suvoq xizmat haqisi bo'ladi. Agar tayyor qum shuvoqlar bo'lsa, o'zi 135 mingdan kvadratini chiqarib beraverasizlar. Faqat sizlarga shu to'k bo'lish kerak, suv bo'lish kerak. Biz ham Qashqadaryodan ishlaymiz. Musofir. Mana bu kafilni o'g'loq deydi buni. Bu mana hamma qiralarga qo'yilgan, boshqa qilgan. Masalan, mana shu narsa uy egasiga yoqsa olib boradi. Yoqmasa toshsuvoqni o'zida ham bir kutaveramiz. Zo'r chiqadi-da bu baribir. Agar yo'q, bunaqa kerak emas desa, mana o'zlari burchak qilib borasizlar, lekin nihoyatda ochar ekanda, mana har bitta qaranglar, har bitta chekasiga, har bitta uyg'ilga qo'yilgan. Men kelib turib, to'g'risi, endi to'g'risini aytishim mardligi-ku.
Bunaqa ishni ko'rmaganman. Ko'rganman, bu darajada ya'ni yangiligini endi ko'rib turibman. Balkim birinchi ko'rganim uchun. Lekin ish ko'z tegmasin ekan, nihoyatda tekis ekan. Qisqasi 135 mingdan shu vaqtda o'ziga bo'lsa, pul beradi. Har xil variantda qilib beraverasizlar. Qilib beramiz. Agar 2 etaj bo'ladigan bo'lsa mana shunday, 1 etajliklari 2 etaj bo'lsa 5 ming qo'shiladi. Ha, endi ikkinchi etajiga, ha, u hamma joyda bor u narsa. G'ish ursa ham 140 mingdan mahsulot taqchisi bilan, mana shu ham 140 mingdan hozir. 140 mingdan bo'layapti. Hozir bu nihoyatda katta ekan. Qancha kvadrat? Bu 550 kvadrat. 550 kvadrat joy ekan. Juda qurilganda. Ha, hozir aylantirib bitta ko'rsataman men. Qisqasi akalarimiz Qashqadaryodan, endi musofir akalarimiz chiqib keldi, o'sha musofirda. Shuning uchun yotoq joy shu, ovqat, shu svet, qolgan hamma yo'g'ini o'zlari yetkazib olar ekan. Mashalloh, ko'z tegmasa, hamma hali musofirda yuribdi, ko'pchilik uy solaman deb. Shu kamida shunaqalar nasib qilsin aka, nima dedingiz? Shunday nasib xudo xolasa. Shunday yaxshi o'ylab qilsa. Mon qaranglar bu yog'ini. Men podval ham o'zi bilmayman, bir gektar podval ichi ham. Bu yog'i ham mana ko'ryapsizlar. Hisobda tashqarisi o'zi 500 qancha ham kvadrat deyapti. Bunday o'tsangiz boshqachada ko'z tegmasin. Devorni ham tekis qilishgan ekan o'zi aka. Ha, devorni ham o'zimiz qilganmiz buni. Ha, devorni ham tekizlagansizlar. To'g'ri, mana shkatotka qilganmiz. Ha. Mana shu joyga Alloh taolasi shuni ustiga edi nasib bo'lsa. Yo'q, men ekranga nomerlarni qo'yib qo'yamiz akamizni. Xudo xolasa Telegram narsalar bor aka. Bor, Telegram, WhatsApp bor. Telegram, WhatsApp bor. O'zbekiston bo'ylab endi Qashqadaryodan kelganingizdan keyin aka xizmat qilaverasizlar. Niyat qilib, chiroyli qilib. O'zbekiston bo'yicha ham ishlaymiz. Agar 400-500 kvadrat bo'lsa, vohalarda ishga boraveramiz nasib bo'lsa. Endi aka bitta gapda biz tarafda endi qishloqda o'zingiz bilasiz, qishloq sharoitida bunaqa katta uy solmaydi-da. Kelishib turib, masalan, men bitta oshnam, yana bitta oshnam bilan 3 kishi bo'lib turib, chaqirsak ketilaveradi, xudo xolasa. Masalan, bitta joydan, bitta qishloqdan bo'ladi. Borsak bo'ladi-da endi. Ha, 3-400 kvadrat chiqib qoladi-da baribir. Ha, bitta uyga borsak bo'lmaydi-da. Masalan, boshqa joylar bo'ladigan bo'lsa, masalan, vohalarga chiqaysak, Sirdaryo, Jizzax, misol boshqa joylar, endi Voha, Buxoro, Navoiy bor. Qashqadaryo, Surxondaryo, 400-500 kvadrat bo'lsa borsak bo'ladi. Vohalar. Endi aka, o'zida ishimiz ko'proq. Andijonda o'zida hozircha. Endi aka qarang, bitta ma'lumotda endi bu ham kimgadir qiziq. 90-100 kvadratgacha deyapsizmi? 100 kvadratdan oshiq bo'lsa bora olamiz. 100 kvadrat bo'lsa, misol, Oshiq bo'lsa bora olamiz. boriladi, necha kunda chiqib ketiladi? Plus havo yaxshi bo'lib tursa aka, 100 kvadratli joy. 10 kunga bormaydi-da, xudo xolasa. 10 kunda chiqib ketasizlar-a? Nasib Xudo xolasa. Gap yo'q, bitta nariyalarini ham ko'rsatmabsiz deganlarga bitta ko'rsatib qo'yaydi. Aylantirib ko'rsatib qo'ying. Mikrofonni Ahmadin aka jaydari qilib olyapmiz. Xudo xolasa jim joy ekan, o'zi jimgina joy ekan, mikrofonni ham kerak yo'q ekan. Mana orqani qaranglar. Mana shunaqasiga ketgan hammasiga. Mana shishalar ham bo'lakcha ochar ekan. Telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Mana shu shishalarni o'zi ham mana shu yerda yog'ochda men ko'rgan tosib oladi ko'piniki. Nihoyatda nurga qo'yib qo'ygan ekan ama. Qadrdonlar, shunaqa gaplar, mana kimga xizmat kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar akamizga. Xudo xolasa 100 kvadratdan oshiq bo'lsanglar, borib xizmat qilib beramiz deyapti. Hisob-kitob qilsanglar ham bo'laveradi. Kalkulyator davol, travertin, ablisovka, xullas hammasini hisob-kitob qilsanglar ham bo'laveradi. Lekin aka sizlar ishlab yuribsizlar anchadan beri. Bu narsa bir 15 yil, 20 yil turaveradimi? Buni bir paqir toshga bir paqir sement bo'ladi, birga bir bo'ladi. Bir paqir toshga bir paqir sement. Bu tagi mustahkam bo'lsa, mana shunaqa sementovoy bo'lsa, sementovoy bo'lsa, bu 50 yil ham turaveradi. 50 yil ham turaveradi. Keyin mana shisha ham 50 yil turaveradi. Chirimaydi-da bu. Zanglamaydi. Mana shu holatda mana tagi ekan. Tagini o'zi tosh qilib yuboribsizlar-da, mana uni bor-ku. Ha, mustahkam вообще bu. Birga bir ekan, bir paqir ekan, endi o'ylab qo'yinglar. Keyin suvda chachib yuvib qo'ysa bo'laveradi-da. Mustahkam bo'lish kerak-da, anaqa. Ko'chmaydi. Ko'rganda ham. O'sha naq pras beton ekanda. Shkatorka shunaqa bo'lish kerak. Oxak-sho'qqa bo'lmaydi bu. Oxak-sho'qqa kelishmaydi. Endi kimlardir oxak-sho'qqa sim tortib, prinsip o'rab, bedalan bog'laydigan prinsip. Shunda o'rab ketadi, ular xalturashda. Taxta qo'yish ham o'zi xalturash. Taxta qo'yish ham. Bitmay qilmadi. Ustalar yangrang bo'ladi. Mashalloh. Mana kamida mana shu videoda ko'rib turgan akalarni, kamida mana shunaqa uylar nasib qilsa hammaga yashanglar, mazza qilib mana musofirda yuribsizlar, ko'pchiliklar yuklaymiz deb. Endi bu narsani to'g'risi ustasi bilan birinchi marta gaplashyapman. Ishlarni ko'rganman, lekin
Aşağı aytyapman, shishani o'rniga yog'och qo'yilgan ishlarni ko'rganman. Keyin bu darajada tekkizmasdi. Endi akalar ham mana telefonda ham endi ko'zingiz bilan ko'rganingiz bo'lar ekanda baribir bor. Paytoq iz bosgan tumani, masalan, iz bosgan paytoqda tuyachi kallizni oldi bo'limni yo'llaga birinchi uy mana shu kelib ko'rishi bo'lsin. Kelib ko'raman desangiz, hani qildiradigan odam bu ishni mana lakasi tashlab bersa shunday kelib ko'rib aylanib turib ketsa bo'laverar ekanda. Gap yo'q, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Akalarimiz Telegram, WhatsApp'i bor, kataloglari ham bor ekan, rasmlarni tashlab beramiz. Kerak bo'lsa tanlab xohlaganini qilib beraveramiz deb. Endi ichlarni ko'rsatish shart emas uyda. Ichlarni ko'rsatish shart emas. Mana nihoyatda aylanasiga qilgan ekanda, endi mayatlar yig'ishtiriladi, e'tibor bermaysizlar. Bu yerlar yig'ishtirib, hali gazon, bu narsalar ham qilsa kerak egasi. Ha, stechka qo'yamiz deyapti, keyin teramiz deyapti. Mana havasga qilibman. Xudo xolasa, ishga tushadi ularga, uylardan turadi qoladi. Havas qildim mana, do'stlar. Hasad qilmaylik, havas qilaylik. Ya usta aka, charchamang aka, sog' bo'ling.